Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishtirishimiz, qanamizda diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Germaniyaning bir futbol klubi Xitoy bilan hamkorlashishni to'xtatdi. Germaniya ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, Germaniyaning Köln futbol klubi bir necha kun burun Xitoy taraf bilan bo'lgan hamkorlik planini to'xtatgan. Ma'lum bo'lishicha, Köln futbol klubi Xitoy taraf bilan izchil hamkorlashib kelgan bo'lib, 2016-yili maxsus turnir avatib, Xitoy komandasiga kurs o'rinlashtirgan. Mazkur planga asosan Köln futbol klubi Shinyang shahrida futbol instituti qurmoqchi bo'lgan bo'lib, navbatda bu plan amaldan qoldirilgan. Klub mudiriyati mas'ul xodimi Muller Romer yerlik gazetining ziyoratini qabul qilganda, Köln klubining umumyuzlik nazorat ostidagi bir davlat bilan hamkorlashmasligi kerakligini bildirdi. Ammo klub boshqaruvchilari bu chorshanba ifoda bildirib, Mullerning so'zining o'ziga vakillik qilganligini, bu qatimliq hamkorlik planining amaldan qoldirilishining siyosat bilan aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Klub raisi Werner Wolf bu haqda to'xtalib, bu ishning klub boyligi taqsimoti bilan aloqador ekanligini, Xitoy bilan yana boshqa jihatlarda hamkorlashadiganligini, shundaqli klubning demokratiya qarashida ching turadiganligini, ammo xalqaro aloqani kuchaytiradiganligini bildirdi. Dangliq futbolchi Mas'ud O'zil paydo qilgan xalqaro ta'sir ta hozirgacha davomlashayotgan bo'lib, Xitoy doiralarining iqtisod qatorliq turli vositalardan foydalanib, xalqarodagi fikr erkinligini bo'g'ishga urinishi xalqaro jamiyatni cho'chitdi va Xitoyga qarata sezgurligini oshirdi. Yevropa parlamentida Xitoyni jazolash haqidagi qaror tasdiqlandi. 19 dekabr Germaniya ovozi xabarida bildirilishicha, Yevropa parlamentiga sunilgan Xitoyni jazolash haqidagi qaror tasdiqdan o'tdi. Xabarda Yevropa Kengash palatasiga Uyg'urlar haqida sunilgan qonun loyihasining parlamentdagi a'zolarning belat tashlashi orqali tasdiqlanganligi bildirildi. Mazkur qarorda Yevropa Kengashi Sharq Turkistondagi bostirishlarda mas'uliyati bo'lgan barliq Xitoy amaldorlariga qaratmali holda embargo yurgizishi, ularning Yevropadagi mol-mulkini to'g'nitishi kerak deyildi. Qarorning oxirida yana Xitoyni lagerlarni darhol taqashga, muxbirlar va xalqaro tekshirish xodimlarini mustaqil holda Sharq Turkistonga kirib tekshirishga yo'l qo'yishga chaqirdi. Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti Tibet qonun loyihasini ma'qulladi. Xitoy o'ch oladiganligini bildirdi. Hong Kong bilan Uyg'urlarga aloqador qonun loyihasidan keyin Amerika parlamentidagi ikki partiya Tibet masalasida Xitoyga qarata yana bir qatim birdek kuchli pozitsiyada bo'ldi. Federatsiya Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti 18 dekabr to'liq ovoz bilan Tibet siyosati va qo'llash qonun loyihasini ma'qullab, Amerikaning Tibetga munosabatlik hozirgi qonunni kuchaytirdi. Xitoy diplomatiya ministrligi buningga qarata tahdid selib o'ch oladiganligini bildirdi. Xabarda aytilishicha, Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komitetida Tibet siyosiy va qo'llash qonun loyihasi birdek ovoz bilan ma'qullikdan o'tgan. Amerika parlamenti Milod bayrami harfisida ismini qo'shib ishlab, aloqador xizmatlarni qanot yaydirdi. Jumhuriyatchilar partiyasi va Demokratlar partiyasining o'rtaq tunishga kelganligini yana bir qatim namoyon qildi. Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti raisi Angel mundaq dedi: "Biz bu qonun orqali Beijing tarafga shuni bildiramizki, Xitoy taraf Dalayning varisi ishida Tibet xalqining orzusiga muxolif holda diniy erkinlikka daxli taruz qilsa, Amerika parlamenti bu ishning mas'uliyatini surishti qiladi. Xitoy taraf Tibet uchun diniy dahi saylab beramiz deydi. Bu xil saylash Tibetliklarning tarixiy an'anasiga xilof. Bu qilmish diniy erkinlikka tajovuz qilganlikdir." Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonuni oldingi oydagi minnatdorlik bayrami harfisida Prezident Trumpning imzosi bilan rasmiy kuchga ega bo'ldi. Uyg'ur kishilik qonun loyihasi Kengash palatasi bilan Avam palatasida ayrim-ayrim ma'qullanib, qonunning birlikka kelgan nusxasi Oqsaroyga yetkazilish uchun kutib turmoqda. Xitoydagi tungan imomlar yangi shamolga duch keldi. Zimiston to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy o'lkalaridagi tungan imomlar Xitoy doiralarining yangi radga selish nishoniga aylandi. Xabarda ma'lum bo'lishicha, Xenan o'lkasidagi yerlik bo'lmagan imomlar o'z yurtiga majburiy qaytarib etilgan. Az bir qism ta'sir bor imomlar qaytarilmagan bo'lsa-mu, ammo islom dinini xitoylashtirishga moslashishga majburlangan. Tungan fuqarolarning bildirishicha, necha 10 yil xizmat qilgan imomlarmi majburiy o'z yurtiga qaytarilgan. Nupus yetkimakchi bo'lgan bo'lsa-mu tasdiqlanmagan. Qaytarilmagan imomlarning maxsus arxivi turg'izilib, yillik tekshirilib turgan.
İmamlar qaytırıb etilgəşkə şundaqla Xitay dairələri məscidlərinin imam tərbiyeləşigə ruxsat qılmağaşqa tunganlarning nikoh, o'lim, yetim va kundalik ibodatlari qiyinchilikqa uchragan. Bir tungan fuqarosi bu vaqtda to'xtalib, nurg'unlagan masjidlarga o'zgartish kirgizilganligini, diniy simvol belgilarning elib tashlanganligini, hamda kelib imomlarning qo'g'ilnayotganligini, keyingi avlodlarning islom dinidan butunlay xabarsiz qilishi mumkinligini bildirgan. Habib Nurmuhammadov Uyg'urlarni qo'lladi. 19 dekabr dаңlıq erkin mushlash chempioni Habib Nurmuhammadov Instagram sahifasida Sharq Turkistonning umumiy ahvoli tunishtirilgan sinni hambaharlab, Sharq Turkiston xalqining Xitoyga qarshi elib berayotgan kurashlarini qo'lladi. Dunyoga dаңlıq futbolchi Mas'ud O'zilning 13 dekabr yo'llagan Sharq Turkiston haqidagi uchuri hali ham xalqaro taratqularda kuchlik inkas qo'zg'amoqda va mashhur shaxslar orqama-orqadan uni qo'llab uchur yo'llamoqda. Şunun cümlesinden tünügün dаңlıq erkin mushlash chempioni Habib Nurmuhammadov Sharq Turkistonning tarixi, Sharq Turkistonda o'tgan mashhur o'limlar, Sharq Turkiston xalqining yaqinqi zamonlarda elib borgan Xitoy tajovuzchilariga qarshi kurashlari, Xitoyning lagerlarini ta'sis qilib Sharq Turkiston musulmonlarini xitoylashtirishga urinish jinoyatlari tunishtirilgan sin filmni Instagram sahifasida yo'lladi. Yo'llagan uchurda yana rus tilida "Ya Allah, Uyg'ur qarindoshlarimga osonlik bergin" deb yozdi. Habib Nurmuhammadovning to'liq ismi Habib Abdulmanaf Nurmuhammadov bo'lib, 1988-yili Rossiyada tug'ilgan. Asli Dog'istonlik. Xalqaro erkin mushlash yenik darajaliklar bo'yicha raqibini urib yiqitib yoki mutlaq bo'ysundirib xalqaro jamoatchilikning diqqatini tortgan. U xalqaroda 27 qitim musobaqaga qatnashib, hamma maydonda g'alaba qilgan musulmon chempionlarning biri. Uning har qitim g'alaba qilganda Allohga hamda aytib sajda qilishi xalqaro jamoatchilikning diqqatini tortgan. Uning Instagramda 18 milliondan ortiq agashkuchisi bor bo'lib, Sharq Turkiston haqida yo'llagan uchuri keng qo'llashga erishdi. Mahatir Muhammad Uyg'urlar haqida so'z qildi. 19 dekabr xabariyatda to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Mahatir Muhammad 2019 Kuala Lumpur musulmon boshliqlar yig'inining ochilish marosimida islomning kamsitish va haqoratga duch kelganligini bildirdi. Yig'inda so'z qilgan Mahatir Muhammad musulmonlarning va islomning bugun terrorizm va nachar davlat tuzumining manbasi deb qaralayotganligini, islom dinining to'kmat va haqoratlarga uchrayotganligini, musulmonlarning o'tmishda ilg'or madaniyatlarni yaratganligiga va islomning ta'limotlarini dunyoga tarqatgan musulmonlar dunyoning hurmatidan ayrilib qolganligini, musulmonlar na bilimning manbasi, na inson madaniyatining yetakchi modeli bo'lish rolini yo'qotib qo'yganligini bildirdi. Mahatir Muhammad yana xalqarada hech bir musulmon davlatning taraqqiy topgan davlat deb qaralmaydiganligini, shuncha boyliqning egisi bo'lishiga qaramay, bu davlatlar taraqqiy qilayotgan davlatlar qatorida turganligini, bu davlatlar shuncha boyliqqa ega turib, islom ummatini muhofazat qilishga qurbi yetmayotganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Malayziya bosh ministri Mahatir Muhammad musulmonlarga duch kelayotgan krizislarga chora tepish maqsadida musulmon boshliqlarni Kuala Lumpurga chaqirgan. Birlikda muhokama qilish orqali musulmonlarning konkret planlar bilan qayta yuksalishini umid qilgan. Shundaqli yig'in jarayonida bosh ministr doktor Mahatir Muhammad Al Jazeera muxbirining ziyoratini qabul qilib, Uyg'urlar duch kelayotgan masalalarga islom dunyosi tomonidan kuchli bir shaklda aralashishning texi bo'lmaganligini, faqat axborot e'lon qilish qatorliq odatdagi ishlar bilan cheklanib qolayotganligini, buningdagi asosli sababning musulmonlarning ojiz ekanligidan bo'lganligini bildirdi. Arqadan muxbirning Uyg'urlar haqida aniq holda qanday yordamda bo'lish mumkin degan savoliga javob berib, "To'g'ri, biz yordam berishni xohlaymiz, ammo oldi bilan masalani aniq tushunishimiz va kuchlik nuqtalarimizni bilishimiz kerak. Askariy jihatdan harakat elib berishga qudratimiz yetmagan ekan, albatta suhbat yo'li orqali hal qilish chorasi tepishimiz, buningga ojiz kelganda bu masalaga qo'l tiqayotgan musulmon emas davlatlar bilan hamkorlik o'rnatib, masalani hal qilishga kuchishimiz kerak. Shundala kuch birligi bilan natijaga erisha olamiz" deganimdek musulmonlarning umumiy ahvoli ojiz deganlarni bildirdi. Arsenalning sobiq direktori Mas'ud O'zilning Uyg'urlar haqidagi chaqiriqini qo'lladi. Angliya Arsenal klubining sobiq direktori Arsen Wenger Arsenalning germaniyalik futbol cho'lpini Mas'ud O'zilning Uyg'urlar haqidagi fikrini qo'llaydiganligini bildirdi. Fransiya agentligining bildirishicha, Arsen Wenger 18 dekabr kuni Qatar poytaxti Dohada muxbirlarga so'z qilib, Mas'ud O'zilning har kishiga o'xshashli so'z qilish erkinligi bor. U o'zining donqini ishiltib, o'z qarashini bayon qildi.
Albatta hamma odamning uning qarashini qo'llab ketishi notoyin, lekin uning o'z fikrini bayon qilish huquqi bor degan. Mas'ud O'zilning o'tgan juma kungi Facebook, Twitter, Instagram, Xitoyning Baidu qatorliq ijtimoiy taratqularda birli vaqtda e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi so'zi dunyoda qattiq g'ulg'ula qo'zg'adi. Xitoy rejimi uningga inkos bildirib, uning saxta xabarlarning qaymoqtirishiga uchraganligini ilgari surdi. Mas'ud O'zil so'zida Uyg'urlar duch kelayotgan vahshiy bostirishlarni tilga o'tib, lekin ummatning buningga sukut qilayotganligini tanqidlagan edi. Arsenal klubi Mas'ud O'zilning so'ziga musofiq qo'yib, uning so'zining o'zlariga vakillik qilmaydiganligini bildirgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy rejimi taratqullari uning so'zining Arsenalga jiddiy ta'sirlarining bo'ladiganligini ta'kidladi. 17 dekabr kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning inkosini tanqidlab, Kompartiyaning o'z tashviqot vositalarida Mas'ud O'zil va Arsenalning nomini qora tizimlikka kirgizib qo'ya olishi mumkinligi, ammo ularning haqiqatni yepishga ilojisiz ekanligini bildirgan edi. Fransiya agentligining bildirishicha, Arsen Wenger yana Mas'ud O'zilning so'zi Arsenalga emas, uning o'ziga vakillik qilganligini bildirib, siz o'zingizning shaxsiy fikrini ifodalaganda uning oqibatini qabul qildingiz demaklikdir degan. Shvetsiya parlamentida Xitoyga yangi pozitsiya tutish taklif loyihasi ma'qullikdan o'tdi. Shvetsiyada Xitoyga yangi pozitsiya tutish taklif loyihasi 17 dekabr kechda Shvetsiya parlamentida ma'qullikdan o'tdi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining mas'ullaridan Nijat Turg'un apandining bergan ma'lumotlarga asoslanganda, 100 betlik mazkur taklif loyihasi Shvetsiya davlatining Xitoy bilan bo'lgan siyosiy, iqtisodiy, diplomatik munosabatlarda pozitsiyasini o'zgartirish, Shvetsiya hukumati Shvetsiya davlati va Yevropa ittifoqining manfaatini chiqish qilgan holda Xitoyga yangicha pozitsiyada muomala qilishni ishga oshirishni asosiy mazmun qilgan bo'lib, Uyg'urlar va jazo lagerlari masalasi uning bir tarkibiy qismi bo'lgan. Hammamizga ma'lum bo'lgandek 12-oyning 13 kuni Shvetsiya parlamentida Uyg'urlar va jazo lagerlari masalasi to'g'risida bir navbat talash tortish bo'lib o'tdi. Shvetsiyadagi 8 partiyaning vakillari Shvetsiya tashqi ishlar ministrligidan Uyg'urlar uchrayotgan bu zulmlarni to'sib qilish, jazo lagerlarini amaldan qoldirish uchun zodi nima ishlarni qilganligini so'radi va javoblarga erishdi. 16 dekabr kuni Ozarbayjon naslidan bo'lgan Shvetsiya parlamentining a'zosi Aylin Fazilian Uyg'urlar va jazo lagerlari to'g'risida to'xtalganda, Xitoyning menga bo'lgan muomalasi intayin illiq. Ammo biz uning kishilik huquqqa qilayotgan ig'ir tajovuzchiligiga hargiz ko'z yumib olmaymiz. Hech bo'lmasa Xitoyning 30 million musulmon Uyg'urlarga bo'lgan bostirishlariga deganlarni tilga olgan edi. Shvetsiya hukumatining tashqi siyosatini qayta ko'zdan kechirib, yangi Xitoy strategiyasini o'ttirg'a qo'yishiga, Xitoyga boshqacha pozitsiya tutishiga sabab bo'lgan ko'plagan omillar bo'lsa-mu, buning ichida asosligi Xitoyning Shvetsiya hukumati va matbuotlariga qilayotgan hujumlari. Shvetsiya hokimiyatiga qarata har xil mudohilasi, Shvetsiyaning iqtisodiy uchurlari va harbiy texnika quvvatlarini o'g'irlash, setib olishga urinish qilmishlari muhim omil bo'lib hisoblanadi ekan. Buning qatorida Xitoyda kunsiri yomonlashayotgan kishilik huquq vaziyati, Xitoyning jazo lagerlari siyosati va Uyg'urlarga selayotgan ig'ir zulmlarimi bu omillar qatorida yer olgan. Nijat Turg'unning bildirishicha, Shvetsiya hukumatining yangi Xitoy strategiyasini bekitishiga, uning g'arb qimmat qarashiga sodiqligi, kishilik huquqqa hurmat qilish, insonparvarlikni oldingi o'ringa qo'yishdek ijobiy alohidliklarimi bir sabab bo'lgan. Ma'lumotlarga asoslanganda, yangi Xitoy strategiyasi deb ataladigan Xitoyga yangi pozitsiya tutish taklif loyihasi oldimizdagi kunlarda Shvetsiya parlamentida qarorga bog'lanib, Shvetsiya hukumatining ijro qilishiga sunildi ekan. Uningda Uyg'urlar va jazo lagerlari to'g'risida zodi qanday konkret qarorlarning o'ttirig'i chiqishi hozircha ma'lum emas ekan. Turkiyadagi tunilgan olimlar xalqni Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirdi. Bugun 20 dekabr kechda butun Turkiyaning har qaysi shaharlarida birli vaqtda elib beriladigan sukut ichidagi cho'qon temasidagi keng ko'lamlik namoyish va yurish harakatiga Turkiyada tunilgan olimlarmi ishtirok qilganligini bildirishdi va xalqni maydonlarga chiqishga chaqirdi. Doğu Türkistan'daki Müslümanların Çin gavurunun zulmünden kurtulması için Fatih Camii'de akşam 19.30'da dua yapılacak. O dualara mutlaka katılalım. Madem gidip bir Müslümanı kurtaramıyoruz, toplama kampından alamıyoruz, bir kadının namusunu kurtaramıyoruz, bir mübarek Müslümanı, hocayı, alimi orada Çin hapishanesinden, esaretinden kurtaramıyoruz. Bari bir amin diyelim, amin.
tunulgan olimlardan Cübbeli Ahmet Hoca, Muhammed Emin Yildirim ve İhsan Şanoca qatarlıq olimlar hammasi ayrim bayonot e'lon qilib, xalqni bugun o'tkaziladigan keng ko'lamlik yurish faoliyatiga qatnashishga va Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkiston xalqiga elib berayotgan vahshiy bostirishlarga qarshi maydonini ifodalashga chaqirdi. Çocukları almışlar, onları kamplarda, yetimhanelerde Maun'un Kızıl kitabına göre dinsiz bir halde yetiştiriyorlar. Ama alim İslam kör sağır yarın Cuma günü saat 19.30'da Fatih Camii'nden Beyazıt Meydanı'na doğru bir yürüyüş olacak. Anadolu'nun farklı yerlerinde noktalarında yürüyüşler var. Allah rızası için kardeşlerimize yanlarında olduğunu gösterelim, yürüyüşe katılalım. İstanbul'daki faaliyet Fatih Camisi'de yığılıp, u yerdan Beyazıt Meydanı'gacha piyoda yurish qilindi ve u yerda axborot e'lon qilish yig'ini uyushtirildi. Bugungi haybatlik faoliyat Istiqlol to'rimizda naq maydondan tarqitildi ve faoliyatning tafsiloti atiki xabarimizda berildi. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugünkü xabarlarımız müşahede ahırlaştı. İnşallah atiki xabarimizni görüşkice sizlarni Cenab-ı Allah'a tapşırmaz. Şunaqlı program ahırda ekran arkasındaki barlıq hizmetdaşlarıma köptün köp rahmet eytimen. Assalamu alaikum ve rahmetullah.